Assalomu alaykum azizlar. Bormisizlar, esonmisizlar? Mana hozir hayotimiz juda ham yaxshi, to'kin sochin, tinchlik. Mana atrofdagi voqealarni ko'ryapmiz. Hamma joyda mana urush bo'lyapti, yerlar qimirlayapti, suv toshqinlari bo'lyapti, ammo biz juda ham mana tinch diyorda yashayapmiz-da, jannatda yashayapmiz azizlar. Shuning uchun doimo mana shu tinchligimizni qadriga yetib yashaylik azizlar, nolimaylik. Go'y paytda mana shu noligan odamni ko'rsam men juda ham xafa bo'lib ketaman-da. Nimadan noliydi? Mana ilgarigi vaqt bilan hozirgi vaqt taqqoslasin. Mana ilgari otalarimiz aytib berishardi, juda ham ocharchilik bo'lgan ekanda ilgari. O'sha odamlarda pul bor-u, ozuqa yetar, yegulik yo'q hech narsa. Hattoki o'sha daraxtlarni ildizlarini ham olib mayda qilib tuyib yeyishar ekanda. Hattoki farzandlarini non deyishlarini eshitmay, ularning nolasini eshitmay deb odamlarning uyini oldiga farzandlarini qo'yib ketishar ekanki, shu farzandini boqib olsa, men bu nolasini eshitmay farzandimni non deyishni deb o'sha uylarning oldiga qo'yib ketishar ekanda. Mana hozir juda ham to'kin sochin zamonda yashayapmiz azizlar. Nolimaylik. Go'yoki hozir men senga tegma, sen menga tegma kabilda ishlar ketyapti. Mana misol uchun mana bozorda bir holatni meni ko'z oldilariga keltiringlar. Dehqon bozori, hamma xarajat qilyapti. Odamlar ko'p. Bozorda bir odam, yoshi katta ulug' odam velosipedni minib olgan, xarajat qilib olgan. Po'sh deb ketyapti, odamlar unga yo'l berishyapti. Ha shu baraka topib ko'r. Velosipeddan tushib, sekin xarajat bilan bozordan chiqib, bozordan keyin naryoqda mingin o'sha velosipedda. O'sha yerda odamlar ham aytmayapti, "Ey, to'xtang. Bu jamoat joyi demayapti." Bu qanaqa gap? Ayniqsa hozir mana mobil telefonlar chiqdi. Bu telefonlardan yaxshi yo'lda foydalansa bo'ladi, ammo doimo shu odamlar shu telefonni ichiga kirib ketishdi-da. Mana misol uchun ko'chada ketyapman, men kuzatyapman. Hamma mana 90% odamning qo'lida telefon ketyapti. Hamma gap bilan. Hattoki yo'lakda bir qiz ketyapti. Yo'lakdan katta yo'lga o'tdi. Svetofor yo'lidan qaramayapti mashinalarga, o'tib ketyapti. Bu qanday hol? Qanday hol bu? Hattoki ketishyapti, hammasi bir-biriga qarashmaydi ham. Men bitta voqeani guvoh bo'ldim. Bir qo'shnimizni bolasi assalomu alaykum opa deb ko'rishdi men bilan. Ha, yaxshimisiz, uydalar yaxshimi dedim. Ertasiga ayni o'sha paytda telefon qo'lida, qulog'ida men oldimdan o'tib ketdi. Meni ko'rmadi. Qarang, qanaqa. Bu yerda mana shuni bilish kerakki, mana hozir transportlarda hamma telefonda gaplashib ketishyapti-da. Mana Damas'da ketyapti telefon, havo odam olib ketyapti. Yuk bas, bar yuk bo'lsa ham telefonda nima gaplashasan? Mana chet ellarda mana ko'rsatyapti. Telefon jiringladi, darrov borib bir burchakka borib to'xtadi, telefonda gaplashdi va yana yo'lda davom etdi. Ha bizdachi? Bizda o'sha telefon jiringlasa, darrov olib gaplashib ketaveradi. Odam olib ketyapsanmi? O'sha yarim xayol u tomonga ketadi-yu. Ana nimaga avariyalar ko'p bo'lyapsa, mana shuni oqibatda bo'lyapti shekilli-da menimcha. Bu qanday hol? Hayotimiz juda ham yaxshi. Bundan ortiq biz hayotda ko'ra olmaymiz. To'ylarimizni qaranglar. Hamma yo'q yetarli. Hamma yo'q. To'yxonalarda qaranglar. Hattoki shunday joylarda ko'rdikki, o'sha to'yxonalardagi idish tovoqlarga ham qaramasdan, pisand qilmasdan chet eldan olib kelishyapti idish tovoqlarni. Bu qanaqa gap bu? Bu to'qliqqa sho'xliq bo'lmayaptimikin, azizlar? Hammasini kiyasin tortiladi agar shu holatda ketsak. Mana ilgari agar misol uchun onalarimiz non yopishsa,
nonni hidini qo'shnilarga ketdi deb ikkitadan non qo'shnilarga ulashinardi. O'sha paytda ammo hozir to'kin sochin paytida hech kim bilan ishi yo'q. O'sha nonni qatsinki qo'shniga ilinish yo'q. Bu qanday holat bo'ldi azizlar? Qanday holat bo'ldi? Men shularni ko'rib turib juda ham men xafa bo'lib ketyapman-da. Hattoki mana ilgari biz yoshligimizda keksalar kelayotganda qarab, qani salom berarmikindirdi. Assalomu alaykum deb hali otaxonlarga biz salom berardik. Qo'llarda yuklarni manzillarga iloji bo'lsa olib borib berardik. Endi nima bo'lyapti? O'tirishibdi stolda. Keksa chol qariya o'tib ketyapti xarajatlar bilan. Qarashmaydi. Salom berish ham yo'q. Bu qanday holat bu azizlar? Qanday holat? Bu to'qliqqa sho'xliq bo'lyapti. Bunday hayotda biz tushimizda ham ko'rmaganmiz. Ilgari ota-bobolarimiz tushlari ham ko'rishmagan. Biz shukr qilib yashaylik azizlar. Hech qanaqa izohga hojat yo'q. Tasvirlashga, gapirishga til ojiz bunaqa hayotda azizlar. Biz o'zimiz qilyapmiz. Ana ilgari yoshligimizda bolalar o'yinlar bo'lardi. Har xil mana lanka tepishmi, ayollar, qizlarimiz arg'amchi uchishardi. Sopol o'yini bo'lardi. Keyin zu degan o'yin dasta bo'lardi. O'sha dastani borgan joygacha zu deb borib olib kelinardi haligi dastani. Ana o'sha o'yinlar mana o'sha zu deganda o'pkamizga, miyamizga havo to'yintirar ekanda. Havo to'yintirar ekan. O'sha lanka o'ynasa oyoq og'rimaydi. Mana sopol o'yinlar hammasi o'sha paytda kasalliklar yo'q edi. Hozir bolalar o'yini yo'q, faqat telefon. Ota-onalar ham shu mayli, tinch ozgina o'tiray deb bolalarga telefonni berib qo'yishyapti azizlar. Oxiri nima bo'ladi? Bu telefon qayerga olib keladi? Oxiri farzandlarimizni ko'zi ojiz bo'lib qolishiga olib keladi. Azizlar, shuni o'ylamayapmiz. O'sha 30-yillarga borib shunday holatlar bo'lar ekanki, bolalar ko'p farzandlarimizni ko'zlari uzoqda olmas ekan. Sababi doimo telefon yonlarida mana. Shuning uchun azizlar, bu hammasi o'zimizga bog'liqda. Mana ilgari biz yoshligimizda otamiz ishdan kelganlarida bir dasturxon atrofida o'tirardik. Agar bitta ikkitamiz ko'rinmay qolsak, qani palonchi, qani pistonchi, to kelib o'tirmaguncha ovqat suzilmas edi. Hamma dasturxonda bir jamul-jam bo'lgandan keyin ovqat suzilardi. Ovqatni, taomni yeb bo'lingandan so'ng otamiz bizga juda ham chiroyli bir gaplarni, hikmatli gaplarni aytib berardilar-da. Ana o'sha ibratli gaplarni eshitib biz katta bo'lganmizda. Endi nima bo'lyapti? Ota ishdan kelyapti. Hattoki nevarasini ham sig'dirmaydi, chiqib tur deydi. O'zi o'tirib olib, choyni ichadimi, ovqatini yeydimi, keyin serialni tomosha qiladi. Bu qanday holat azizlar? Bir odam bor ekan, qari odam kunda ishdan kech kelar ekanda, 4 yasharmi, 5 yashar chamasidagi o'g'li doim uni kutib olar ekan, uxlamas ekan. Bir kuni ishdan kelgandan keyin, "Otajon, siz qancha pul olasiz bir kunda?" debdi. U odam taksist ekanda. $20 debdi. Menga $10 bering debdi. Nima qilasan o'g'lim $10 da? Mana o'yinchoqlaring hamma yo'q bo'lsa debdi. Desa, xafa bo'lib, hali o'g'li uyga kirib ketibdi. O'g'limni xafa qilib qo'ydim, shu pulni bersam beray, nima o'yinchoq bo'lsa olsin deb kirib, o'g'lim, "Men $10 sanga, men nima olsang ol" degan ekan. Hali bola xursand bo'lib ketib, haligi $10 olib, keyin yostig'ini tagida ham $10 bor ekanda. $10 olib $20, mana otajon, menga bir kunlik vaqtingizni sarf qiling degan ekanda. Shuning uchun azizlar,
to'g'ri, ish ham kerak, hamma narsaga vaqt topish kerak-da. Shu farzandlarimizni tarbiyasiga ham biz vaqt topishimiz kerak azizlar. Ertalabdan kechgacha ishda bo'lyapmiz. Endi ishdan tashqari keyin ada maishat samovarlarda o'tiribmiz. Shuni o'rniga to'g'ri, u ham kerak hammasi, ammo shu 1 soat, 2 soat shu farzandlarimizga bir yaxshi bir gaplarni aytib, ularni mana atroflarga olib chiqib, sayohatlarga olib chiqsak, unda ana shunda bir farzandlarimizdan biz kelgusida yaxshi insonlar bo'lishini biz kutib qolamizda. Shuning uchun azizlar, ko'zimizni ochaylik. Farzandlar tarbiyasiga befarq bo'lmaylik. Zamonimiz yaxshi. Bundan ortiq biz zamonni biz tushimizda ham aytyapman, ko'rmaymiz. Mana hozir prezidentimiz chiqib Alloh deyaptilar, duo qilyaptilar. Mana ilgari men teleradio kompaniyada ishlagan paytimda sobiq o'sha Sovet ittifoq paytida shu Oltiarada bir noma'lum soldat maqbarasi ochilgan edi. Shunda o'sha miting bo'lgan. Shu mitingda bir ayol yoki erini urushda yo'qotgan yoki o'g'lini Alloh o'zingga shukr deb o'rganda, mana shu yodgorlik orqali men o'g'limni yoki erimni ko'ryapman degan ma'noda Alloh o'zingga shukr deb o'rgan. U mitingda bilinar bilinmas o'sha shovqinning ichida chiqqan gap u. Shuni eshitib qolib men nima qilyotgandimda, lentani men nima qilyotgandimda, nima deydi? Tozalayotgandimda gaplardan. Ana shunda pastdan muharrirlar chiqishib, olib tashlagin, olib tasha deyishgan. Men ana shu Alloh o'zingga shukr degan so'zni olib tashlab qutulganman-da. Ana shunda ular xursand holda tushib ketishgan. Ertaga obkom etsa nima bo'ladi? Biz hammamiz ishdan qaytardi deb xursand holda tushib ketishgan. Shuning uchun azizlar, bunday zamonni biz qadrga yetishimiz kerak. To'qlikka sho'xlik qilmaylik azizlar. Farzandlarimizga yaxshi tarbiya beraylik. Avvalo tarbiyani o'zimizdan boshlaylik azizlar. O'zimizdan boshlaylik. Men o'sha yoshlik paytimda, yana o'sha yoshlik payti yana esga tushaveradi-da. 7 yosh yoki 8 yosh emasda, shu ko'chamizdan yo'lkadan ketayotgan edim. O'sha paytda uncha yo'lkada odamlar ham bo'lmas edi. Velosipedda ketayotgandim, bir odam to'xta dedi. Men qo'rqib tushdim. Pastga tushib qarasam, hali odam velosipedda damini chiqarib yubordiki, "Sen nechuk odamlar yuradigan yo'lkadan ketyapsan?" deb. Qarang. Hozir nima bo'lyapti? Boya aytdim-ku, bozorda po'sh deyapti, hamma qochyapti unga yo'l bo'shatib. Mana shunday agar nazoratda bo'lsak azizlar, hayotimiz bundanda yaxshi bo'ladi azizlar. Birov bir nojo'ya ish qilib qo'ysa, "Ey o'g'lim, yaxshi ish qilmading, mana bundaqa bo'ladi", sekin yaxshi tushuntirsak, haligi bola tushunadi. Ammo biz loqaydlik qilyapmiz-da. Ko'rib turib ko'rmaslikka olyapmiz. Shuning uchun azizlar, yana aytyapman, yaxshi bo'laylik, hammamiz bir-birimiz bilan samimiy munosabatda bo'laylik, qo'ni-qo'shnilar bilan, qarindosh urug'lar rishtaligini yanada bog'laylik. Ilgari mana misol uchun bir to'y qilinadigan bo'lsa, 10 kun, 15 kun oldin o'sha to'yga mehmon aytish bilan ovora bo'lardik-da. Mana misol uchun 10 kun, 15 kun oldin qarindoshlarimiz Qo'qonda bo'ladimi, Shohmardonda bo'ladimi, Samarqanddami borib, ularni to'yga aytardik, bir-birimizdan diydor ko'rishardik. Ammo hozir nima bo'lyapti? Hozir telefonda "Alo, to'yga kelinglar. Mana palon nimaga, to'yxonaga" deb telefonda aytyapmiz yoki переговорda nimadan tashlab yuboryapmiz telefonda. Palon mana to'y deb taklifnomani suratini chizib yuboryapmiz. Endi ixtiyoriy majburiy kelinadi, to'yxonaga kelinadi, uylarga borilmaydi, yana ketilyapti. Azizlar, yana bir bor aytyapman, tinchlikda qadrga yetaylik. Mana shu tinchlik ekan, mana go'zal o'tirishlarimiz, yurishlarimiz hammasi yarashadi.
Shuning uchun azizlar, doimo sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Eng asosiy farzandlar tarbiyasi yo'lida adashmaylik azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.